Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 24 fevralda Tayvan Tashqi ishlar ministrligining sohibxonligida Tayvanning poytaxti Taybey shahrida chaqirilgan RightsCon 25 Taipei yig'iniga taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, qurultay fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon, Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris, qurultay Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri Savut Mehmet qatorliqlardan tarkib topgan hay'at yig'inda Uyg'ur masalasining navbatdagi taraqqiyoti va Xitoyning chegara halqagan bostirishini o'ttirib qo'ygan. Qurultay rahbarlarining bildirishicha, RightsCon 25 Taipei yig'iniga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, har qaysi shirkatlarning mas'ullaridan bo'lib 3500 atrofida kishi qatnashayotgan bo'lib, yig'inda raqamli texnologiyaning kishilik huquqni yaxshilashtirgan roli, bu texnologiya kishilik huquqni dafsan qilishda qanday qo'llanyapti degandek temalar muzokara qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yig'inning 2-chi kuni, ya'ni 25 fevral kuni Uyg'urlar to'g'risida 2 maydon yig'in uyushtirib, Uyg'urlarning ig'ir vaziyati, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va chegara halqagan bostirish masalasini o'ttirib qo'ygan. Bulardan sirt Tayvan parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi bilan yig'in ochgan va axborot organlarining ziyoratini qabul qilgan. Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin bu haqda ma'lumot berib, mundaq dedi: "Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bir yig'in uyushtirdi. U bo'lsa-mu Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish siyosati to'g'risida bo'ldi." Roshan Abbas xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyining Berlinda turishliq ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon apandi va chet ellik bir mutaxassis doklad berdi. Bir soat davomlashgan yig'inda Xitoyning o'xshamagan shakllarda o'xshamagan texnologiyani ishiltib, vatandagi Uyg'urlarga besim ishiltib qolmasdan, chet eldagi Uyg'urlarni Sharq Turkiston davosidan yiroqlashtirishga tirishayotganligi o'tirib qo'yildi. Zumratay Erkinning bildirishicha, mazkur yig'inda yana har qaysi davlat parlamentlari va hukumatlarining, ommaviy tashkilotlarning va ijtimoiy taratqush shirkatlarining Xitoyning bu qilmishlariga qarshi nimalarni qilish kerakligi muzokara temasi bo'lgan. Dolqin Aysa apandi bu vaqtda to'xtalib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlarining Tayvanda yig'iniga qatnashish jarayonida Tayvan parlamentidagi tashqi ishlar komitetining mas'uli Wang apandi va ba'zi parlament a'zolari bilan uchrashganligini, Tayvan parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi bilan maxsus uchrashish ilib berib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati to'g'risida ma'lumot bergandan sirt, buningdan keyin Tayvanda va dunyoning har qaysi joylarida ilib berilgan faoliyatlar to'g'risida planlar tuzganligini ifoda qildi. Abdulhakim Idris apandi bu vaqt qilgan so'zida RightsCon 25 Taipei nomli yig'inning 24 fevral kunidan 28 fevral kunigacha ochilganligini, oldimizdagi 2 kun jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining o'ttirib qo'yilganligini bildirdi. Bu yig'indan burun 20 fevraldan 21 fevralgacha Tayvan Tashqi ishlar ministrligining sohibxonligida Tayvanning poytaxti Taybey shahrida chaqirilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiriga taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Uyg'ur masalasining navbatdagi taraqqiyoti haqida Tayvan prezidenti Lay Chingde, sobiq prezidenti Tsai Ing-wen, ba'zi davlatlarning rahbarlari, har sohadagi mutaxassislar, diplomatlar va NATOga a'zo davlatlarning vakillari bilan uchrashib, ma'lumot bergan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu yil 5-oyning 23-kunidan 25-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida har qaysi davlatlarda aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli rahbarlari, siyosiy faoliyatchilar, jamoat arboblari, ziyolilar va diniy ulamolarimiz, savdo-sanoat sohasidagi sarxillar, yetishib chiqayotgan yosh faoliyatchilar, tadqiqotchilar, shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bilayotgan chet ellik yuqori darajalik siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, mutaxassislar, Tibet, Janubiy Mongoliya, Tayvan, Hong Kong vakillarining qatnashishi bilan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini va buningga parallel holda Uyg'ur yoshlar kengashini o'tkazilganligi haqida e'lon qilgan axboroti qayrindosh tashkilotlarimizning va muhojiratdagi avom xalqimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bir qism tashkilotlarimizning mas'ullari va qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimiz bu haqda qurultay markaziy ishxonasiga yo'llagan inkaslarida xalqarada jiddiy o'zgarishlar yuz berayotgan, milliy mavjudligimiz jiddiy xavfga duch kelayotgan bugünkidek xalqiliq bir paytda Sharq Turkiston Milliy Kengashining chaqirilishining milliy mustaqillik ko'rishimizning jiddiy taqozosi ekanligini, bo'libmi Amerika prezidenti Donald Trump qayta hokimiyat beshiga chiqqandan keyin
Dunyoning siyosiy, iqtisodiy va bexatarlik sohalarida jiddiy o'zgarishlar yuz berishga boshlagan bugungi vaziyat ostida milliy harakatimizning buningdan keyingi yangi strategiyasi va yo'l xaritasini o'rtaq holda tuzib chiqishning to'limi ta'xirsiz bo'layotganligini ta'kidlashdi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi oliy maslahatchisi, elga tonilgan jamoat arbobimiz va milliy ustozimiz Qahramon G'o'jambardi apandim o'zining bu vaqtdagi yurak so'zlarini izhor qilib, mundoq dedi. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, qurultay vakillari. Dünya Qurultayının 15 fevralda algan kararı bir yıl 5. ayının 23-25 günleri München'de 3. nöbetlik Milli Qurultayını, Milli Kengeşini ötküzümüz degan kararı intayin to'g'ri qo'llayman. Ko'ryapsizlar, 20 yanvardan beri Amerika prezidenti Donald Trump resmi kuchga ega bo'lgandan buyon uning ichki va tashqi siyosatida butunlay shunday qadamlar tashlandiki, butun dunyodagi vaziyat tubdan o'zgarishga boshladi. Dunyodagi ta'sirlik prezidentlar, siyosatchilar hammasi Washingtonga qarab berib, uning bilan maslahatlashishga kirishyapti. Bu vaziyat tubdan dunyoning vaziyatini o'zgartirdi va shu jumladan Uyg'ur masalasiga o'ttir munosabatlik masala o'zgardi. Amerika bilan Xitoyning bo'lgan munosabati o'zgardi, ammo Amerikaning Xitoyga bo'lgan besimi kuchaydi. Mana shunday bir vaziyatda, tubdan o'zgarayotgan vaziyatda Dunyo Uyg'ur qurultayi yillardan beri ishlatib kelayotgan strategiyasi ko'p bosqichliq, shuningga o'zgarish qo'shimchani kirgizish uchun Milliy Kengashni chaqirib, shada muhokama qilib, har xil dunyodagi bo'layotgan vaziyatga qanday qilsak Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatamiz, qanday qilsak Xitoyga natijalik zarba berib, uni chekindiramiz, millatni qutuldiramiz degan har xil ko'plagan masalalar bor. Shularga javob izlash, hammamiz bir yerga jam bo'lib, yaxshi o'zlarimizning tajriba, bilimlarini o'tirib qo'yib, o'rtaq bir fikr kelishimiz kerak. Mushu nuqtai nazardan Milliy Kengashning ahamiyati intayin muhim. Bu hatta davr bo'lgich vaziyatga munosabatlik, loyiq, mos davr bo'lgich ahamiyatga ega bo'ladi deb hisoblayman. Shuna hammanglarni mushu qurultayning tashabbusini qo'llab-quvvatlab, hammamiz aktiv qurultayga moddiy, ma'naviy yordam berib, shu 5 oyda bo'ladigan München'da hammamiz ko'rishaylik. Rahmat diqqatingizga. Dunyo Uyg'ur qurultayining Rossiya va O'rta Osiyo xizmatlarga mas'ul muavin raisi Erkin Ahmetov apandimning stansimizga bildirishicha, oldimizda kunlarda qurultayining Qozog'istondagi rahbarlari ham vakillarining boshlamchiligida Qozog'iston Uyg'urlar orasida bu navbatlik Milliy Kengash haqida ma'lumot berish, shundaqla Milliy Kengashni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llash umum safarbarlik xizmatlari qanot yoydirildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining sohibxonligida 2 mart yakshanba kuni qurultayining Myunxendagi markaziy ishxonasida Germaniyadagi, jumladan Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoatining qatnashishida maxsus kollektiv iftor faoliyati o'tkaziladi va iftor faoliyatida nuqtali holda bu navbat chaqirildigan Milliy Kengashning tayyorlik xizmatlari haqida safarbarlik o'rinlashtirishi ilib berildi. Myunxen shahridagi qarindoshlarimiz 3 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashish uchun dunyoning har qaysi ellardan keladigan Uyg'ur sarxillarni, fidokor ustoz va jamoat arboblarimizni loyiqida kutib olish va ular uchun xizmat qilishning o'zlari uchun cheksiz sharaf ekanligini ifoda qilishmoqda. 21 fevral Dunyo ona til kuni munosabati bilan Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi, ma'rifchi va obzorchi Yalqin Ro'zning qizi Tomaris Yalqin X hisobida uchur e'lon qilib, Xitoy turmusida yetayotgan dadisini aslash bilan birga navbatda yo'qolish xavfiga duch kelgan Uyg'ur tili, jumladan Uyg'ur tili ma'rifiga bo'lgan andishlarini ifodalagan. Tomaris Yalqin mundaq deb yozgan: Dunyo ona til kunida biz til marosimimizni qutlaqlaymiz. Ammo Uyg'ur tili yo'qolyotdi. Uyg'ur tili darslik kitoblari cheklandi. Uning tuzg'ichilari turmaga solandi. Uyg'ur bolalari o'z tilida so'zlay olmas bo'ldi. Dadam Yalqin Ro'zi 2016 yildan beri turmada yotmoqda. Hech qanday til jinoyat deb qaralmasligi kerak.
Uni qo'llab inkas yozgan Hongkonglıq bireylan, "Men fikir erkinligi va til erkinligini qo'llayman. Hech kim o'z ona tilini qo'g'dab qilish sababidan turmaga kirib qolmasligi kerak. Uyg'ur tili yo'qitilmoqda. Yalqin ro'zdek kishilar jimiqtirilmoqda. Tilda hech qanday gunoh yo'q. Uning dadisi qo'yib berilsin" deb yozgan. O'tkir adabiy obzorlari va tarixiy maqolalari bilan tonilgan Yalqin Ro'zi, Mamtili apandi, Uyg'onayotgan ajdod ro'yi, Loyqalarning siri nomli asarlarni yozgan. Uyg'ur madaniyati, tili va tarixini qo'g'dab qilish uchun kuch chiqargan Uyg'ur ziyolisi edi. U Ma'rif nashriyatida ishlayotgan mezgilida Uyg'ur o'rta maktab til adabiyot darsligini tuzish programmasida mas'ul muharrirlik vazifasini ustiga olgan. Yalqin Ro'zi 2016 yili 12 ayning 30 kuni Xitoy soqchilari tomonidan qo'lga ilinib, keyincha milliy bo'lginchilik quturatqulik qilish jinoyati bilan ayblangan va 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Yalqin Ro'zining Amerikadagi farzandlaridan Kamal Turk va Tomaris qatorliqlar yillardan buyon X va Instagram qatorliq ijtimoiy taratquv vositalarida dadisi shundaqla uning o'xshash ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur ziyolilarga erkinlik talab qilib kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.